Ertalabdan kechgacha yurishi turishida, yeyish ichishida, hayotini har bir lahzasida Allohga tavakkal qilgan kishi uydan chiqishi bilan bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Bu kishining qalbi faqat Allohga suyanadi. Ko'chaga chiqib ketar ekan rizqini talab qilib, u rizqini do'konidan kutmaydi. U tanishlaridan, ishini to'g'rilab beradigan akaxonlaridan umid qilmaydi. Faqat Alloh taoloning o'zidangina umid qiladi. Safarga ketar ekan bunaqa odam bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Allohga tavakkul qildim. Allohga suyandim deydi. Mashinasini yangiligiga ishonmaydi. Yo'lni tekisligiga suyanmaydi. Haydovchini mohirligiga suyanmaydi. Kimga suyanadi? Faqat Alloh subhanahu va taologa suyanadi. Birodar, mol dunyoga berilma. Asalari ham asalni o'zim uchun yig'ibman deb o'ylaydi. Shunaqa. Kitob senga har doim, har joyda faqat foyda olib keladi, yaxshilik olib keladi. Kitob hech qachon charchamaydi, dam olmaydi. Kitob uyqusizlikdan charchab ololmaydi. Kitobda akkumulyator o'tirib qolmaydi. Kerak bo'lganida yordamga keladigan muallim bo'ladi. Agar kitobni tashab qo'ysang ham, u sendan xafa bo'lmaydi. Sendan xafa bo'lib berayotgan foydasini to'xtatib qo'ymaydi. Senga itoat qilishdan to'xtab qolmaydi. Ishlaring yurishmay qolsa, seni tashab ketmaydi. Dushmanlar tomonga og'ib ketmaydi. Birodar, yuksalmoqchi bo'ladigan bo'lsang, ma'rifatli inson bo'lishni qasd qilgan bo'lsang, mashaqqatli ishga kirishayotgan bo'lsang, ishonchli yordamchi bu kitob. Kitob sen bilan birga ekan, sen hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. O'zingni chorasiz bilmaysan. Hech bo'lmasa kitob o'qir ekansan, eshik tagiga chiqib olib, bekorchilikdan odamlarni tomosha qilib gunohkor bo'lishdan tiyilasan.